Hayatlık bir sefer, tevekkülçülükü tolgan sefer. Hayatlık mutlaq mevcutluqning nisbi ifadesi. U içilishni xohlaydigan, sonsizligan sirlar bilan to'lgan. Bugun darsimizni davomlashtiraylik. Bugun so'zlaydigan temam nima degan vaqtda, bugun so'zlaydigan temam xushalliqning manbasi. Xushalliq zot nereden keldi? Avval biz Sahar Daftari degan bir qiz bilan tanishib o'taylik. Sahar Daftari kim? Sahar Daftari o'zi Londonlik intayin dаңlıq motor. Aynı vaqtda o şu Asya güzeli, Asya çırayı degandek namlarga erişken. Meyli abroy nam bolsun, ya komus meyli ixsat bolsun. Munda aşıp etken vaqtda o intayin bir şallık juqur aleti de. Öz 23 yaşlık. Ama tuyuqsuz 2008 yılı 12. ayda o 12 qavatlik binadan sekrep ölüp aldı. Saqçılar doklad qilgan vaqtda o'zini o'ltirib oldi deyildi. Demismi o'zi sekrab oldi. Biroq psixik nuqta ilib etgan vaqtda Sahar Daftarining o'limi mundaq psixiklik 3 zahardan tuzilgan, 3 zahar. Bu 3 zahar qaysi? Birinchisi delusionalnish, delusion. Xiyoliy tuyg'u. Birinchi zahar. İkincisi ise attachment. Attachment degan nima desa, bağlanıp qilish. Üçüncüsü degan vaqtda self hatred. Yani o'ziga o'ch bo'lish yoki bo'lmasa depressiyalanish. Tushkunishish. Bu Sahar Daftarining aynisi qanday paydo bo'lgan? Sahar Daftari 23 yaşında 33 yaşlık intayin kilişken bir şu zimin soğudugur, zimin elip qurilish saldigan birisi bilan tunish qaldi 33 yaş. O intayin kilişken.
Sahar daftari uni yaxshi ko'ra qoldi. Va kallasida u menga mening hayotimdagi eng zo'r xushallikni olib keladigan bo'ldi deb o'ylaydi. Hamda bu ko'pincha yosh qizlarda tunji qatim yaxshi ko'rganda bo'ladigan bir xil inkas. Ya'ni nurg'un qizlar tunji qatim birovni yaxshi ko'rganda xuddi qalbida bir chiroq yurib ketgandek his qiladi. Bu bir xiyoliy tuyg'u hisoblanadi. Ya'ni mushu menga xushallik olib keldi deb qoldi sahar daftari. Bu birinchi zahar. İkinci şu degende bular bir mezgildan keyin muhabbetlashdi. Sahar daftari o'zining shaxsiy blogga, ya'ni to'rga buni jakarlab etdi. Ya'ni o'zining unga cho'nqur yaxshi ko'ra qolganligini, uning bilan mangu birga o'tishni xohlaydiganligini oshkorlab etdi. Bunda aytgan vaqtda bog'lanish deymiz. Bog'lab oldi, ya'ni o'zining xushalligini o'zidan boshqa odam yoki narsa yoki nom obro'y qatorliq narsalarga bog'lab verish, o'zining xushalligini ma'lum narsadan keldi bog'lab oldi. Attachment. Ikkinchi zahar. Uchinchisi bir mezgildan keyin sahar daftari hayron qoldi va shuni bayqadiki, bu kirishgan bala keyin bir balası var, to'y qilgan odam bo'lib chiqib qoldi. Buni anlagan sahar daftari buni qabul qilmadi. Avval qarshi tarafga o'sh bo'ldi, ondan yuzgo'sh bo'ldi. Self hatred, uchinchi zahar. Buruqdim bo'ldi. O'ylayverdi. Chunki dastlabda u men xushallik keldi degan xiyoliy tuyg'usi bir yo'qolib ketdi. İkincisi bağlanıp qalgan, onundan ayrılıp yaşanmaydigandek his qildi. Üçüncüsü o dese, o'ziga o'ch bo'ldi. Yani o'zining ne kadar ahmoqligi, dötlikini ayıplayverdi. Buruqdim bo'ldi, depressiyalendi. Demek ki sahar daftarining bu endi bizga nima tushuntiryapti deganda, nurg'un vaqtlarda bu uch saharning odamlarning turmushiga nurg'unlagan qiyinchiliklarni ekildiganligini tushuntirdi. Sahar daftari eng oxirida shu o'zini o'ltirib olishdan burun o'zining nimasiga nim deb yozib qo'ydi desa blogiga. What's wrong with you that you hold on so tightly to what's not there? Bu nim degan gap desa, sen u yerda yo'q bir narsaga bundoq chin osilib olib sizlarga nim bo'ldi degan bir gapni qoldirib qo'ydi. Yo'q narsaga osilib olib sizlarga nim bo'ldi. Endi biz avval delusionni analiz qilaylik. Nima demakchi? Delusion deganimiz xiyoliy tuyg'u. Einstein nima degan desa, reallikning hammasi bir fantaziya degan. Ya'ni reallikning o'zi amaliyotda sen ko'rib turayotgan narsa sen ko'rgan narsa emas deb mundaq tushundik. Uningdan birinchi bo'lsa Sanskrit, Pali tillarida shunyata deydigan bir gap bor. Shunyata degan gap esa quruqlik. Yani quruqlik deganimiz yo'qlik degan gap. Ya'ni ular nima deb qaraydi? Hamma narsaning mohiyati yo'q deb qaraydi. Yoki bugungi dunyoda fizik ilmida, quantum physicsda masalan bir maddani biz bölsek madda molekuldan söyledi, molekul atom zarrachadan keyin quark. Amaliyotlar bir atom bilan atom o'rtasida bo'shliq bor degan gap. Eng oxirida bumi parchalab quarkqa aylandi. Quark deganning o'zi yolg'iz mavjud bo'lmaydi. Quark cho'qim yana bir quarkqa tayanmasa ko'gilim bo'lmaydi qaraydi. Fizik dunyosida narsalarni nima deb qaraydi deganda yo'q deb qarayotadi. Bu bizga nima tushuntirdi degan vaqtda biz nurg'unlagan bor narsalar bor. Mushma xushallik akildi degan narsalar amaliyotda bizga hech qanday xushallik olib kelmaydi. Chunki siz yo'q narsani bor deb o'ylagan vaqtingizda u hamon sizni umidsizlantiradigan gap. Shu birinchi xato tuyg'u nima deganda odamlarda masalan menga pul xushallik akildi yoki bo'lmasa ash o'yini olsam xushal bo'ldim yoki bo'lmasa oshnom bilan to'y qilsam xushal bo'ldim yoki bo'lmasa ma'lum yerda xizmatim bo'lgan bo'lsa men xushal bo'ldim. Yoki men bir chet ellarda o'qib kelgan bo'lsam, sayohat qilib kelsam xushal bo'ldim deb bular xushallikni ma'lum narsadan izlamoqchi bo'ladi. Biroq bu narsaning hech qaysida
muhitida xushallik mavjud bo'lmaydi. Albatta siz erishmagan vaqtda ashundoq o'ylaysiz, ash narsaga erishsam men xushal bo'ldim deb. Ammo shu narsalarga erishib turibmi xushallik topolmayotgan nurg'on odamlar bor. Faqat odamlar unga erishmaganlik uchunlar uningda xushallik bor deb qaraydi. Amaliyat shu narsalarga erishgancha siz uningda hech qanday xushallikning yo'q ekanligini bilasiz. Chunki siz orzu qilayotgan nurg'unlagan moddiy buyumlarga erishgan odamlar bor. Biroq ular rostla siz o'ylagandek xushalmi? Yo'q. Ular xushal emas. Unda bo'lsa qiziqarli bir masala kelib chiqadi. Hech qanday narsa xushallik bo'lmasa, unda biz intilmasak ham bo'ldi ekan-ku, passiv yashasak bo'ldi ekan-ku, dunyodan voz kechsak bo'ldi ekan-ku degan savol kelib qoldi. Undan emas. Undan emas. Bizda cho'qim ma'lum narsaga erishish istiki bo'lish kerak. Mayli pul bo'lsin, xizmat bo'lsin, yoki muhabbet bo'lsin, uy bo'lsin, hatta kompyuter bo'lsin. Ishqilib bir narsaga intilishimiz kerak. Unda bir ziddiyatlikka chiqdi. Hozir men u narsa xushallik yo'q dedim, ammo yanimda deyapman, siz intilishingiz kerak deyapman. Masala nereden kelib chiqdi? Unda xushallik zodi nerede paydo bo'ldi? Misal, siz bir taqqa yamashmoqchi, taq yamashquchini tasavvur qilaylik. Taq yamashquchi tog'ning eng ustiga chiqqanda xushal bo'ldi. Ammo biz o'ylab boqaylik, tog'ning eng ustida, cho'qqisida raslo xushallik bormi? Demek bir taq yamashquchi tog'ning eng ustiga yamashmoqchi bo'ldi. Yamashmoqchi bo'ldi. Ammo tog'ning ustida xushallik bormi? Xushallikni tog'ning usti keltirib chiqaramdi? Yo'q. Agar rasli tog'ning ustida bizda aytgan moyatli xushallik bo'lsa, bu taq yamashquchi shu tog'ning ustida o'tirapli bo'ldi bir umr. Chunki har qanday odamning hayotida xushallik izlaydi. Har qanday odam xushallik izlaydi. Yoki xushlar, yoki bu xushlar, yoki har xushlar. Unda esa bu taq yamashquchiga mush tog'ning ustidagi cho'qa uning raslo xushallikqa taqlalsa, o'msha chiqib o'tirib bo'ldi. Biroq hech qanday taq yamashquchi o'tirib olmaydi. Chiqib ketadi. Unda xushallik nereden kelyapti degan vaqtda yaxshi anglanglar. Amaliyotda biz har xil narsalarni istaymiz, har xil narsa orzu qilamiz. Bo'ladi, nishonlan, mayli turmushingizda ushaq-tushak narsalar olsin, har qanday narsaga intilamiz. Ammo bu intilish jarayonida yoki bu taq yamashquchi mush taqqa chiqish jarayonida nimadan xushallik topadi desa, o'zining boshqa bir nusxasini topadi. Xushallik qayerdan keldi? Çünkü bu taqqa chiqmasdan burun o'zining bu taqqa chiqa oladiganligini bilmaydi. Ammo u mush taqqa chiqish jarayonini nima qila oladi deganda o'zining boshqa nusxasini topadi. Demak, bu yerdagi nishon nima rolni o'ynaydi deganda nishonning o'zida moyatli xushallik bo'lmagan bilan uning intilish jarayonida odam o'zining boshqa holatlarini bayqaydi. Nurg'un baylarni bilan paralashib baqdim. Bularning o'rtaq gapi nima deganda agar deydi, ma'lum agar shu men hozirgi pullarimni, boyliklarimni yo'q deyib qolsam, men mush boyliqlarni 1-2 yilda yana qayta yig'alayman deydi. Nimishqa? Chunki u oshincholar boyliqni yaratish jarayonida o'zining oshincholar boyliqni yaratish nusxasini, boshqa bir nusxasini burun o'zi qilolmayman degan, ammo hozir qilgan nusxasini bayqaganlik uchun uni o'chirib etgan vaqtda bu pullarning yo'qolib ketishi uning boyligining kemib ketishidan direkt vermaydi. Chunki u allburun shunchalik boylikni tepishqitani yetildirib oldi degan gap. Shunga bizning tirishimiz yoki bo'lmasa ma'lum nishon qarab yoki ma'lum tog'ning cho'qqisi qarab intilishimiz nimdan direkt berdi bo'lsa, nishonda xushallik yo'q, ammo nishon berish jarayonida biz nurg'un narsalarni his qilamiz, nurg'un nusxalarimizni bayqaymiz. Bu jarayonda yiqilib chiqib ketsakmi? Bu jarayonda bir necha qatim chiqolmay qolsaqmi, u chaqda bumi bir xushallik hisoblanadi. Chunki bu yerdagi masala tog'ning cho'qisi emas, balki tog' chiqish jarayoni. Bundash aytganda xushallikning o'zi nishonda bo'lmaydi. Shu jarayonda o'zingizning boshqa holatini bayqashdi bo'ladi. Sizlar ballariinglarga uyanchiq berib qo'yinglar. Ondan ballariinglarni burun o'zi qilmagan bir ishni qiygiz qo'yinglar. Mesela bir yerden bir yer sekrep bekiş, yoki sapadın astıga sekrep bekiş, yoki bir yerden yağmış bekiş. Qaysi bekere xushallik olduysa, balaga uyanchiq bergan vaqtda u faqat hayajonlandi. Ammo bir ish kundan kun bo'lsa, bu uyanchiq qancha qimmat bo'lishini qatnazar, qanchalik qiziqarli bo'lishini qatnazar, har qanday bola bu uyanchiqdan zerikidi yo chaqidi yo tashlaydi, o'ynamaydi. Ammo buni haqiqiy xushallik nereden keldi degan vaqtda, o'zi burun qilmagan bir ishni qilib qolgan vaqtda ular darhol buningda xushallik topadi.
Şuna sizlar xushalliqni hargizmi safar daftariga o'xshab ma'lum narsadan keldi deb o'ylamang. Uni har qanday narsaning mohiyatida, har qanday go'zal qizning mohiyatida, har qanday kelishgan bolaning mohiyatida, har qanday chiroyli o'yining mohiyatida xushalliq olmaydi. Uning erishib mengu xushal bo'lolmaysiz. Bu xuddi bir kichik bola bir o'yanchiqni o'ynagandekla nima deganda zerikkandek har qanday narsadan bir xil odam tabiiyla tuvellab ketgan. Mesele nerede degan vaqtda mesele dal muşunun erish jarayonidagi bizdagi bir xil o'zimizning boshqa holatlarni bayqashsab bo'ldi. Bu xil ahvolda siz o narsalarni yo'qitib etgan taqdirdami sizning o'zingizning texnik kuchli, texnik yaxshi holati bo'lganlik uchun o narsalarni qayta ekkilib bilish unchalar ta'sir olmaydi. Ham ikkinchi zaharchi deganda ikkinchi zahar attachment, bog'lanib qilish. Biz ma'lum narsaga erishgandan keyin ko'pincha vaqtda shu narsaga qullab qolamiz, shu narsaga bog'lanib qolamiz. Biz shuni tushunishimiz kerakki, sizlar erishgan har qanday narsa o'zgarib turdi. O'zingizlar o'zgarib tursizlar, sizlar yaxshi ko'rgan odam o'zgarib turdi, bu men mangu shunda yaxshi ko'rdi degan odaminglarmi chuqum o'zgardi. Bu xuddi qumliq o'xshaydi, qumliq dövlarga. Bir kun chiqsanglar ya döve et belgirib qo'ysanglar, ayliqi döve tug'aya pasalt uchib qolgan. Uyak belgirib qo'ysanglar, et bu pasalet dövga aylanib qolgan. Amriyatda turmushga nurg'un narsalar o'zgarib turdi. Attachment degan nimasi? Attachment deganimiz mayli siz ma'lum nishon etish jarayonida tepib qolgan namobro, shuhrat yoki ma'lum darajada tepib qolgan pul yoki siz erishgan muhabbat qatorliqlarni bog'lanib qilib, ya'ni buni menga o'zgarmaydi deb o'ylab qilishmi insonni nima gapirdi desa umidsizlik gapirdigan gap. Endi biz cho'nglar o'zgarishdan qo'rqamiz. Mesela bedenimizden özgürlük ketishdan qo'rqamiz. Bizni yaxshi ko'rgan odamlarning o'zgarib ketishidan qo'rqamiz. Bizning tuqqanlarimizdan bizni og'irlab ketishidan qo'rqamiz. Ammo ular chuqum og'rildi. Hech bo'lmaganda o'limdan iborat bir narsa chuqum ularni og'riydi. Bizdagi eng xato nima deganda psixologiyalik bog'lanib qilish, ya'ni u narsalarni o'zgarmaydi deb qarash. Endi cho'nglar o'zgarishdan qo'rqadi. Kichiklar o'zgarish bo'lmaslikdan qo'rqadi. Masalan, men shu o'qiyotgan mezgilimda, kichik vaqtimda ancha-muncha yurtimizda yatavrab qo'ydi. Yatavrish men xo'sh bo'ldim. Menlar emas, nurg'un kichik bolalar xo'sh bo'ldi. Chunki bizga nisbatan monotonlik, kichik bolaga nisbatan monotonlik deganimiz o'xshash bir xil turmush odamni bir xil zeriktiradi. Yatavrish garchi xatarli bo'lsa-mu, bir xil kunda yuz bergan bir xil o'xshashlikdan bir o'zgarish bo'lganlik uchun kichik bolalar xo'sh bo'ldi. Yoki to'q ketsa, cho'nglar degan shundoq ochiqlab ketadi. Kichiklar bo'lsa xo'sh bo'ldi. Chunki cho'nglarning kallasida to'q ketmaslik kerak, yatavermaslik kerak. Yoki o'zgarish bo'lmas kerak. Ular attachment bo'lib qolgan. Ya'ni hamma narsa mundaqli turish kerak deb o'ylab oladi. Ammo kichiklar bo'lsa, shundoq bir o'zgarish bo'lsa, ular shundoq xo'sh bo'ldi. Onun üstüge kichiklarning har qandayning yeshin so'rsangiz, amal bor cho'ng qilib ko'rsatib berish kamroq. Masalan, 4 kirgan bo'lsa 5 kirdim deyish kamroq, 5,5 kirgan bo'lsa 6 kirdim deyish kamroq. Ammo cho'nglar bo'lsa kichik yeshini kichiltib deb berish kamroq. Chunki kichiklar odatda cho'ng bo'lish kamroq bo'ladi. Qancha cho'ng bo'lsam ekan deydi. Ammo 30 yoshdan keyin, "Hey, men cho'ng bo'lsam bo'lmaydi, men kichik bo'lsam bo'ldi" deb turib oldi. Shu 40 yoshlik ayol doim 30 yoshli qizlardek yasinish yoki 30 yoshli qizlardek gap qilish uslubi orqali o'zining cho'ngyab ketishiga, tabiatning bir qonuniyatiga qarshi rol o'ynaydi. Ammo bag'an siri cho'ngyab ketib bag'an siri uning kallasida cho'ng'ayg'isi yo'qda. Shu holat turvag'isi bor. Uni 18 yosh turvag'isi bor. Shu bumi psixikada og'ir darajada bearamlikni keltirib chiqadigan gap. Shunga tug'ilgan kuni bo'lsa kichiklar xo'sh bo'ladi, cho'ng'aydim 1 yosh deb. Cho'nglar ko'nglerim bo'ldi, 1 yosh cho'ng'aydim deb. Demek tug'ilgan kuningmi, o'tkazgan vaqtga tuyg'umi bir-biriga o'xshamaydigan gap. Shunga bizda qandaq bir masala ko'rilyapti desa, cho'nglarning yoshlarning ishiga aralashib olishdek ishlarimiz ko'p uchraydi. Chunki har qandaq bir ota-ona
kichik vaqtida bolasini kontrol qila oladi. Masalan, buvoq vaqtida nimish qilsa, tamoq bersa yeydi, tamoq bermasa turdi, shu qo'yib qo'ygan yerda turdi. Ammo bu bola cho'ng bo'lgan sari ota-onasining qo'lidan sig'ilib chiqdi. Siz bir narsani bağansır qulunuzdan çıkıp bağallıqın köyge vaqta şundaq çınsı qavağınız kep ketedi. En ahırda texim çınsı qavağınız kep ketedi. Eğer qulunuzdan bırak çıketken dünyanı qayt tutuvağınız kep ketedi. Demek çoğunlarının köpüncüsü del perzentleri üstüdeki kontrollıqının bağansız yuqap git bağallıqını görüp şundaq biyaram buldu, azaplandı. Şoň qəsdən ularning işlariga aralashverish orqali, nikohga aralashverish orqali yoki yoshlarning uy ishlariga aralashverish orqali o'zining ash kontrolligini yana qayta asli keltirib olmoqchi bo'ldi. Amaliyotda cho'nglarning bu xil psixikasini vaqtliq to'g'ri tushungan bo'ldi, ammo to'g'ri digili olmaydi. Chunki bundan bir vaqt ketadi. Men nurg'un yoshlar bilan paranglashdim. Bularning ko'pinchasining uyi bir-birini shunday yaxshi ko'rdi, yaxshi turmush kechiryapti. Hammasi ya qaynapsi, ya qaynatisi tufayli yoki cho'nglar tufayli bularning uylari nima desa parchalanib ketdi. Amaliyotda cho'nglar bu haqiqatni bilish kerak. Ular chuqum farzandlarini eng oxirida qo'ldan chiqarib yutadi. Farzandlar hamon bir kuni cho'nglarning kontrolligidan chiqib qoldigan gap. Ama bununla yol koymaydım dese, yoki bu xil salohiyatni, yani farzandlarni kontrol qilish salohiyatini men mangu saqlab qoldim dese, bu bolalarga nisbatan harakat bo'shliqi mavjud bo'lmaydi degan gap. Endi yoshlarım deydigan nima deganda, yaşanganlarning eng qo'rqaydigini o'zining hech qanday qimmatining qolmaganligidan yoki bo'lmasa o'zining hech qanday bir qimmatining bo'lmaganligidan ziyoda ansiraydi. Shunlar adette bek biyaram buldu. Şuna yaşlar değinim ularni pat-pat yoklap tuğan qaraganda, jiq adam, jiq farzandlar adette o'zining ati dadsapsini yoklap turush yoki ularni moddiy jihatdan qamdash orqali ko'ngilni utaman deb qaraydi. Amaliyotda bunun qaragan vaqtda cho'nglarni turmushdagi ma'lum ishlarga yordamga chaqirsa yoki turmush yuz berayotgan ma'lum ishlarga maslahat berishga chaqirib tursa, buningdan yaşanganlarning texmo qalbi yuriydi degan gap. Shunga attachment degan nimda do'q desa, ma'lum narsaga bog'lanib qilish, uni o'zgarmaydi deb qilish, uni menga tutib qolaman deb qilish. Shundan bu chuqum o'zgaradigan narsani men tutib qolaman degan vaqtingizda sizda chuqumlar nima degan vaqtda bir xil beyaramlik kelib chiqadi. Shunga biz ma'lum nishon qarab mangimiz u jarayonda o'zimizni bayqaymiz, erishgan narsalardan huzurlanamiz, ammo buni yo'qotishga yoki o'zgarib ketishga chuqum ideal jihatdan tayyorlik qilishimiz kerak. Chunki bir yoshlandayli har qancha yaxshi muhabbatlashgan vaqtda ular shunchalik bir xil xiyoliy to'yga kirdi. Mangu shunday yashaydigandek to'ylab ketadi. Xuddi bir-birisiga bo'lgan sodiqligi mangu davomlashgandek bo'ldi. Ammo to'y qilgandan keyin ularning kallasiga nikoh bilan to'y qilmaslikdan burungi nikoh o'rtasida ig'ir darajada bir xil o'xshamaslikni bayqaydi. Biz buni keyingi darsimizda ham tafsiliy so'zlaymiz. Shundan bu o'zgarish jarayonida kishilarning xiyoliy tuyg'usi biroqlam parchalanib odamda ig'ir darajada psixik krizis yoki psixik parokendichilikka kelib chiqadigan gap. Psixologlar mundaq bir tajriba ishlagan. Bir qism yoshlarni yig'ib, ya'ni shu bizga o'xshash xizmat imtihon beradigan yoshlar. Ulardan so'rgan. Sizmi shu imtihonni o'tib ketsangiz xush bo'lamsiz degan, xush bo'laman degan. Qanchalik xush bo'lasiz desa, men shunda xush bo'laman, uzun mezgil xush bo'laman. Mushunda o'tib olsamlar, xizmatga erishib olsamlar bo'ladi degan. Agar o'tamasangiz shu desa, chuqum ko'nglim yerim bo'ldi degan. Agar ko'nglingiz yerim bo'lsa, qanchalik davomlashadi desa, balkim bek ko'nglim yerim bo'ldi, bu hayotimda bir azob bo'ldi degan. Demak, bular shunday yuqori baho bergan. Bular imtihon bergan. Imtihon berib bo'lgandan keyin imtihondan o'tganlardan so'rgan. Siz qanchalik xushal bo'ldingiz degan. Ular haqiqatan xushal bo'ldik degan. O'tamagandan so'rgan, qanday bo'ldingiz desa, men shundaq ko'nglim yerim bo'ladi, azoblanayapman degan. Ammo 3 oydan keyin bularni yana qayta ziyorat qilgan. Ziyorat qilgandan keyin yana xushal bo'lganlar, hozir qancha xushal desa, burunqiga o'xshash degan. Asli oltiga kelib kelganda.
O azaplanğanlığını sosa ulamı burunqidek azaplarını unutup əsli altı qaytı kelgan. Bu maqıl diagrafma qarayla. Burun mançalik xushal odam, xushal. Bu ma'lum narsaga irish jarayon ko'tarildi bu endi. Men bayatim degandek, ammo irishda xushal bo'ldi. Mushu xushallikni uzun mezgil iste'mol qilaman deydi, ammo bu xushallik tiksiz bilan tushib, asli olti qaytib kelgan. Agar bu azoblangan bo'lsa, tiksiz bilan azoblandi, tushkunlashdi, ammo bir mezgildek, ya'ni 2 yoki 3 oydan keyin yana asli olti qaytib keldi. Bu bizga nimani ko'rsatib turibdi deganda, ma'lum narsaga erishgan vaqtda biz ashunday bir xil tuyg'u bo'ladi. Ashunday erishsam xushal bo'ldim deb. Bu erish jarayonida siz har xil jafolar orqali yoki ashunday erish jarayonida o'zingizning har xil bilimlarni takomillashtirish orqali bir xil yuqori holatga borsiz, erishsiz, hayajonlisiz, xushal bo'lsiz, ammo o'sha turib qolaman degan vaqtlarning nima bo'ldisa, yana asli olti qaytib keldi. Azapmı oxşaşlama, bəzilər məsələn bulapmı nikahda ajrashib olsun yoki muhabbetlashib atqanlar men ağırlıb kelsem inta azapını mən deydi, amma ağırlığandan keyin desa bir mezgildə keyin asli olti qaytib kelib burun qaldın o'ylaydi, tova, ajab bir kichik oldik azaplanib ekanman deb. Demak bu mushkil holat tomondan kelib. Bu yerda nimani tushuntiryapti degan vaqtda biz ma'lum narsa erish jarayonida xushal bo'lamiz. Agar biz shu jarayonda turib qolamiz desak, insonda bo'lsin, turib qolaman degan vaqtlar bo'ldi mening hamda shu eng oxir nuqtam. Men shunga erishdim, men menga xushal bo'lman degan vaqtda tiksiz bilan tushib kelgan gap. Shunga bu nurg'un odamlar sodir qilayotgan masala. Shunga sizning kasbingiz nim bo'lsin qat'iy nazar sizda bir xil turg'unlikli paydo bo'lgan, xizmatingiz qanchalik oliy darajalik xizmat bo'lsin qat'iy nazar. Qanchalik xizmat bo'lsin qat'iy nazar, siz ashunga erishib şu gündən başlap mening ishim tugdi, endi men hayotdan huzurliman desangiz, har qancha sizdan pulingiz jiq bo'lsinmi, do'stingiz jiq bo'lsinmi, kayfi safa qilsangizmi yoki har xil o'tirishlar paranglashsangizmi, agar sizdan shu kasbingizda iqtidoringiz yoki kasbingizning o'rni shu nuqtada turib, shuni huzurliman degan kundan boshlab nima bo'ldi desa, darhol oqib chekindan ketdi. Mana bu hedonizmlik turmush uslubi bo'ldi. Shunga eng muhimi nima degan vaqtda xushallik qandaqdir bir turg'un nuqtada paydo bo'lmaydi. U to'xtamay burun qilanmayman deb o'ylagan yoki boshqalar qilanmaysan deb qaragan yoki burun qilib boqmagan ishlarni doim qilish jarayonida men bayotim degandek o'zining har xil nusxasini bayqab to'xtamay o'rlaydigan gap. Mana bu bizning psixologiyadagi self perception nazariyasi. Self perception. Bu nima degan gapsa o'zini kuzatish nazariyasi. Xuddi biz bir odamni qarab, uning tirishchanligiga qarab, uning yuqori o'rlayotganini qarab, mag'lub bo'lib ketsam, bel qo'yib etmaganini qarab, uning xuddi biz qoyil bo'lib qolgandek, uning shunday havas qilgandek o'zimiz ashunda kuzatamiz. Agar bizmi o'zimiz to'xtamay tirishib, to'xtamay ilgarilab, mayli mag'lub bo'lib ketsakmi, voz kechmay qilayotganimizni o'zimizni ko'rgan vaqtda o'zimizga qoyilligimiz eshib qoldi. O'zimizga bir xil havasimiz kelib qoldi. Mana bu kishilar da'vatqan o'zining ishonish tuyg'usini ko'tarish deb ataladi. Shunga mana bu self perception. Buningga alohida diqqat qilish kerak. Nurg'un yosh bolalar mendan so'raydi. Qanday qilsam men o'zimga ishonadigan bo'laman deb. Men ular nima deyman deganda, shu o'zing ishingidek bir ish qilgan o'zing ishonsan deymiz. Chunki bir odam o'ziga ishonadigan hech qanday ish qilmay turib, yolg'ondan o'ziga ishonib olsa, bu albatta o'zini aldashdan boshqa narsa hisoblanmaydi. Shu self perception nazariyasi bizga nima deyapti desa, sen o'zingni ko'zsa, unda olgandan sen o'zingga yorig'idek, o'zing havas qilgidek bir ishlarni qilgan vaqtingda, ya'ni har qanday bir kasbda, har qanday bir xizmatda, yoki o'quvchi bo'l, doktor bo'l, soqchi bo'l, injener bo'l, ma'lum narsada sen turg'unlikni emas, to'xtamay o'zingning burun qilanmayman deb o'ylagan ishlarini qilsang, o'zingga bo'lgan tuyg'un oshdi deydi. Bu jarayonda chu deganda sen o'zingni qilayotgan ishini yaxshi ko'rib qolsa. Chunki sen xushallik ash qilayotgan ishingdan kelyapti. Onda olsa o'zining xizmatini yaxshi ko'rib qolgan bir odam uchun xizmat mavjud emas. Bu gapim eson bo'lsin. O'zining xizmatini yaxshi ko'rib qolgan odam uchun xizmat mavjud emas. Chunki u xizmat deb qaramaydi. Shu ba'zidamlar ba'zi tirishayotgan boylarni ko'rib, "Voy, bunda jafojik nim qilsan" deydi. Amniyatda u qilayotgan odam buni jafo deb atamaydi, uni bir huzur deb ataydi. Chunki shu orqali u texma bir xil qalbining ro'yitini cho'ngaytayotgan bo'ladi. Amaliyotda har qanday bir xizmatda qimmat bo'ladi. Hech qanday xizmat bir-biridan farqlanmaydi. Ammo ba'zi odamlar shu o'zi ishini qilayotgan odamlar bosh xizmatni bir xil yuqori o'rinda, o'zining xizmatini tuven o'rinda o'z oshida o'ylab oladi.
Martin Luther King nim degan desa, bizning turmushda ba'zida tanlashimiz yo'q deydi. Chunki siz doimlam o'zingizni yoqtirman deb o'ylagan xizmatni tanlay olmaysiz. Balki bir xizmatni, sizni yoqtiradigan xizmatni tanlaysiz. Inson do'stlar, ba'zi biz tanlamaymiz, tanlanamiz. Ba'zi biz yaxshi ko'radigan narsalarni emas, yaxshi ko'radigan kasblarni emas, bizni yaxshi ko'radigan kasblarga kirib qolamiz. Sizga muvofiq kasblarni men oldingi darslardan bishorat degan. Shunga sizni tanlagan shu xizmatdanmi amaliyotda xushallik bo'ldi. Martin Luther King nim degancha, bizning hayotda ba'zi narsalarga tanlashimiz yo'q, biroq biz uningga qanday inkos qilish tanlashimiz bor degan. Masalan, men asli bir doktor bo'lgan bavlab o'qitish bo'lib qolgan bo'lsam, buni tanlay olmagan bo'lsam, ammo men o'qitishlik qanday muomala qilish erkinligim bor. Buningni men tanlay olmayman. Nurg'un odam cho desa, ma'lum banolarni tepish orqali asli men ma xizmatni yaxshi ko'rdim, mush xizmatni bo'lib qoldim. Demak, ash xizmatni qilgan bo'lsam, yoki men ashdan bilan to'y qilgan bo'lsam, yoki men anda bo'lgan bo'lsam, ma'qul bo'ldi deb o'zini aldash xarakterlik bana topadi. Amaliyotda xizmat sizlarni topadi, xizmatlar seni yaxshi, siz ba'zi yaxshi ko'rgan xizmatlar emas, sizni yaxshi ko'rgan xizmatlarga uchraysiz. Har qanday xizmatda bir xil qimmat yaratish bo'ladi. Bir davlatning faylasufı bilan shu davlatning turmush ishchisining hech qanday farqi yo'q. Faylasuf ezib ketsimi yoki turmush ishchisi turbularni xato unutib qo'ysimi o'xshashlam sesiq suvlar shaharni bulg'aydi degan gap. Yoki bir tozliqchi deb olib aytsak yo'l tozlaygani, u kechda yo'llarni supurgach nim deyalaydi desa, bugun men dunyoni etdiganga qaraganda pokiz qilib qo'ydim deyalaydi. Chunki u meyli 100 metr aralıqni, meyli 200 metr aralıqni tozlasin, ish qilib u nim deyalaydi desa, men bugun dunyoni tunga qaraganda pokizroq qilib qo'ydim deyalaydi. Ammo bundaq deyalaydigan kesibdan qaysi bor deymiz. Ammo nurg'un odam o'zining kesbiga bo'lgan ko'z qarashi to'g'ri bo'lmaganlik uchunlar o'zining kesbini numus qildigan bir xil holi shaklini qolgan. Onundan başqa biz ma'lum bir narsa ufq qozongan vaqtda albatta belgilik darajada shuhrat qozonamiz, obro'y qozonamiz. Ammo mening shu yoshlar deydiganim yoki cho'nglar deydiganim, hargiz nom, shuhratga attachment bayatni deydiq, bog'liq qolmanglar. U orqali hayot kechirman demanglar, u narsani men tutib turman demanglar. Nurg'un odam shu o'zi qozonib olgan shuhrat yoki nom obro'yga men tutib turman deb intayin jafo chekadi, besimli ish qiladi. Yoki shu narsani menga tutib turman deb boshqa bir xil turmush usullarini tanlab oladi. Shuhrat, nom obro'y deganimiz tutunga o'xshaydi. O'zi tutib turolmaysizlar. U chiqdi qoldi. U narsalarga ishonmanglar. Buningga kishilar intayin ko'p badal to'laydi. Bir kuni Nasriddin afandim podshoning yoniga berib podshohlarga sellisini setibdi, sellisini. Podshoh debdi. Podshohlar bu sellarni 500 tilloq sotaman degandan podshoh turib ketmiş, 500 tilloq yaramdi desa, yaraydi. Buning ash qimmatini bilalaydigan, ko'zi o'tkir, aqlli, dana odamlar buning 500 tilloq yaraydiganligini biladi. Degandan podshoh xo'sh bo'lib ketib, bu selin 500 tilloq oldi. So'ndan bu 500 tilloq olib ketib olsa, vazir to'sibdi-da buni. Masalan, ma'muliyat sening bu sellangning qancha pul ekanligini bilma, qancha pul yaraydiganligini bilma. Sen podshohlarning oldida desa, Nasriddin afandim, sen sellining qancha pul yaraydiganini bilgan bilan, men shuhratparastlikning qancha pul yaraydiganligini bilman debdi. Demek biz nurg'un vaqtlarda bu xil shuhratparastlikka bek zo'r badal tilaymiz. Albatta nom obro'y kishilarning yaxshi ko'rishi, hurmati yaxshi, huzurlanamiz. Ammo buni mengu saqlab qolaman deyish yoki buningga oldinib qelish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki nurg'un vaqtlarda biz ma'lum bir ufq qozongan vaqtda xuddi paqini issiq suvga qo'yib va qaynatib, ba'zi ma'lum gradusga borganda paqa jendan judo bo'lgandek, ba'zi odamlar nom obro'y ichida qurib ketadigan gap. Shunga biz ma'lum nom obro'y yoki hurmat topganda buningdan huzurlanamiz. Ammo buningdan xuduklanib yoki kayf bo'lib
yanı turmuşumuzdaki texmi uningdan katta, texmi uningdan ilg'or, texmi yorqin nusxalarimizni tepishga sal qarsak bo'lmaydi. Esingizda bo'lsin, siz qanchalik ufq qazishingizdan qat'iy nazar sizning yan ufq qazish bo'shligingiz bo'ldi. Siz qanchalik shuhrat qazishingizdan qat'iy nazar yan ilgirlash bo'shligingiz bo'ldi. Siz qanchalik bilimlik bo'lishingizdan qat'iy nazar texmi bilimlik bo'lish bo'shligingiz bo'ldi. Chunki cho'ngning chiki bo'lmaydi. Albatta kichikningmi chiki bo'lmaydi. Bu nimada italiyaliklarning bir maqol tamsil va fidarsi embeni non fidarsi emmeglio deydigan. Bu fidarsi ebeni non fidarsi emmeglio degan nim degan gap desa, ishenginin yaxshi, ammo ishonmagining texmi yaxshi deydigan bundaq gap bor. Bu maqol tamsil asosiyatdan shu do'stlikqa, nam obro'yga qartilgan bo'lib, biz ba'zi tutun simon narsalarga amalba sal qarsak bo'lmaydi. Chunki nam obro'yning o'zi bir yo'q narsa. Siz yo'q narsani bor narsa desangiz, keyin u asli mohiyatini oshkorlagan vaqtda siz o'zingiz umidsizlanasiz. Bu yerdagi masala sizni umidlantirayotgan narsa qandaqdir sirtqi omil bo'lmasdan, balki sizning ochilgan ko'z qarshingiz. Siz chunki aslida yo'q narsani bor narsa deb oldingiz. Eng oxirida u o'zining mohiyatini oshkorlaganda siz umidsizlandingiz degan gap. İspaniyalik bir podshoh Arganda ketib qolganda, Argan shu İspaniyalik podshohning dadisi jang qilib o'lgan ekanda. Bu İspaniyalik podshoh o'zining nasbidan intayin faxrlangan ajdodlardan. Biz mushundaq bir alayda oila, oqsumak oila, qaltis oila boshliq o'xshamaydigan deb doimla o'zining oila nimasidan jiltizdan faxrlangan-da. Shundan bu Argonga berib, o'zining dadisining jasdini qaytarib kelib bir mahbar sanmoqchilab beribdi. Shundan bu Argonga bası shu yerda yashaydigan bir odam uning oldiga bir döve süngekni ekib do'lab qo'yapti-da. Shundan podshoh bu nima ish desa, u odam javob beribdi. Men sizning keldigingizni bilib, dadingizning sünkini bir ayırıp tepbiray desam, qaysining dadingizning sünki ekanligini, qaysining dehqonning sünki ekanligini, qaysining tüngüchining sünki ekanligini ayırıp beremdim. Şoň hammasini biraqlab do'lab ekib qo'ydim debdi. Demek nurg'un vaqtlarda odam bu xil xiyoliyatga kirib qoldi. Amaliyotda nurg'un narsalar yo'qlikdan derak ko'rdi. Şoň men barliq o'quvchilarimga yoki ikraldikilarga o'quvchilarimga doim deydigan bir gap bor. Sen xushalliqni ma'lum nuqtadan olaman dema. Xushalliqning hammasi bilishdan keldi deyman. Shunlar deydigan bir hikmatlik so'z ham bor doim deydigan. Men bilishdan olqigan xushalliqni lozim qilmayman. Men kiriki bilish ekilib bergan xushalliq deyman. Ya'ni bilishdan olqigan xushalliq o tutun xushalliq. Narsadan kelgan xushalliq. Bilish ekib bergan xushalliqchi desa, bu mangulik xushalliq deb qarayman. Nishonsiz hayot nimaga o'xshaydi desa, to'g'rilanmagan soatga o'xshaydi. Mang'ida, ammo u bizga hech qanday vaqtni deb bermaydi. Shu ba'zi odamlarning hayoti nishonsiz hayot, g'oyasiz, orzusiz hayot nimaga o'xshaydi desa, dal to'g'rilanmagan soatdek yashayotgan, ammo u hech qanday bir ma'no ifodalab bermaydi. Shunga ma'lum bir nishonning bo'lishi xuddi odamning kallasida bir yo'l ko'rsatgichdek ma'lum yerga boshlab mangdi va uni nurg'unlagan ishlardan saqlab qoldi. Chunki biz ma'lum kallamiz nishon bo'lmaganda hamma ishni qilib boqqimiz keldi. Yoki hech qilmasligimiz mumkin. Hech qilmaslik uchun nurg'un ishlarni qilamiz. Nurg'un ishlarni qilganligimiz uchun bizning hayotimiz chuvalchaq bo'ldi. Hatto nishon tiklashning o'zi psixik sog'lomlikqa, hatto ruhiy kasallikni davolash unimiga. Muzaffar Sharif mundaq bir tajriba ishlagan. U bir to'p bolalarni taqqa chiqib, bir sinfdan saboqdash bo'lamiz. Faqat ikki guruhga bo'lib, ikkisiga ikki xil ism qo'yib, ikkisi o'xshamagan ishlarni qilishga boshlagan. Ma'la bir vazifa, ma'la bir vazifa.
Hamda bular bu o'xshamagan vazifani o'rindash jarayonida bir-birisiga olib qo'yadigan, bir-birisidan surkishadigan, hatto bir-birisidan urushadigan bo'lib olgan. Ya'ni bir-birisini bir dushmandan subtidi ko'rganda. Muzaffar Sharif bularni har qancha qilibmi aplashtirmagan, har qancha qilibmi billa o'ynatamagan. Oxir Muzaffar Sharif nimani o'ylab chiqqan desa, bular o'rtaq bir nishon bergan. Ya'ni bir ko'chat tikish. Birisi daraxt tutib turishga mas'ul, yana birisi to'pini to'kashga mas'ul. Bular o'rtaq nishon bo'lgandan bular o'zigidan aplashib qolgan. Bu nimdan derak beryapti desa, ruh kasallikning ko'pinchisi odatda psixikadagi ongning parchalanib ketishi yoki bo'lmasa o'zining o'rnini topolmasligi. Shu biz odatda psixikadagi eng yuqori og'ir kasallikni shizofreniya deymiz. Ba'zi skizofreniyami deymiz. Skizofreniya. Nemischadan inglizcha kirgan xat. Bu jinshifoniya deymiz, hanzucha, ruh partlash. Bu nima degani? Ruh parchalangan. Ruhning parchalanishi finliya. Nemishqa ma'lum bir nuqtani topolmagan. Demak, odamning hayotida ma'lum bir nishonning bo'lishi nimdan derak berdi desa, dal bu ruhning yig'ilib ma'lum bir naga yig'ilishdan derak berdi. Shunga ko'pincha odamning diqqatini yig'olmasligi nimdan derak berdi desa, uning o'rtaq bir chuqum kech kunduz o'ylagan bir nishon bo'lmag'achqa, u o'zining diqqatini kontrol qilib olmaydi. Hamma ketib qoldi. Qancha yig'ay desam ketib qoldi. Nishondan birisi paydo bo'lganda, orzudan birisi paydo, g'oyadan birisi paydo bo'lgan samiz bir yakilgan. Bu bizning ruh kasalliklarni saqlaytishdagi yana bir xil usulimiz. Shunga meni yoshlar dedim nima deganda, sen qanchalik pastga tushib ketishingni qat nazar, qanchalik sirg'ilib ketgan bo'lsang qat nazar, usti qarab yomishqa boshladi. Usti qarab yomishqa boshla. Newtonning birinchi hareket qonuni nima deydi bizga? Newtonning birinchi hareket qonuni. Newtonning birinchi hareket qonuni deydi desa, harakatdagi jism boshqa bir jism tarafidan to'sqinlikka uchramaganda dastlabki jism o'z harakatini mangu saqlaydi dedi. Sening hayotingda hech qanday bir nishon yoki hech qanday bir orzu bo'lmasa, sening hayoting aslidagi holatini saqlab ketaveradi, sirg'ilib chiqib ketaveradi. Bu nurg'unlagan o'rta maktab o'quvchilar bo'ldi, o'qituvchilar biladi, ammo buni ishlatdiganlar qanchalik. Buni nurg'un odam faqat nazariya shaklida ishlatib qo'ydi. Endi bu bir nazariya emas. Bu bizga nima tushuntiryapti desa, odam hayotida cho'qim hayotini o'zgartiraman deydi ekan, bir holat ketib qolgan hayotni cho'qim bir qarshi bir narsa. U bo'lsin nishon. Mush bo'lmasa, uni to'sab qololmaydi deganlik, o'zgarib bo'lmaydi deganlik. Ham nurg'un bolalar mendan so'raydi. Mening bir nishon tikligim bor, qanday nishon tiklisam bo'ladi? Men kulib ketim bu gapga. Sening qilayotgan ishingning o'zi bir nishon shu. Qilayotgan ishingning o'zi bir nishon. Odamning hayoti nurg'ulgan o'chak shamlardan tuziladi. Sen birli shamni yuritsang, boshqa yerdagi tek yurmagan shamlarni ko'ra olaysan. Ruhitingmi shu, qalbingmi shu? Sen hayotingda birli narsani vujud chiqara olsang, sen hayotingdagi texmi jiqsa o'zingning yushrin kuchini his qila olaysan. O'quvchi bo'lgan bo'lsang, sening nishoning o'qishlar. Aşı bir shamni yuritib yetalsang, nurg'un shamlar, nurg'unlagan istiqbollar, nurg'un yo'llar o'zligidan ko'rinib chiqadi qanki. Urumchidan Qashqarga boradigan bir odam kech yo'l chiqqan bo'lsa, uning mashinasining chirig'i ya 50 metrni ya 100 metrni ko'radi. Shu 50 metr 100 metrni ko'riblar Urumchidan Qashqarga bora oladi u. Hergiz uning mashinasining chirig'i Urumchida bir yurus Qashqarni yuritib, butun yo'riq yani ko'riblar bo'lmaydi. Shu seni hayotingda hozir nima ish qilayotgan bo'lsang, qanday kesibdan bo'shqatsa, nima ish qilayotgan bo'lsang, shuni sen o'zingning nishoni qilib, shu bir shamni yo'ritib yetalsang, hayotingdagi nurg'un o'chak shamlarni sen yo'rita olasiz. Yana nurg'un ballıç olsa men bek chiqib ketdim, endi mening hayotim tugashdi, men ber. Yo'q. Unda emas. Vaqt her zaman yetadi. Vaqt odatda gaz qonuni uyushmaydi. Gas law deymiz. Gaz qonuni. Buni deganlik desa, bu cho'nsiqni bir tal tamakining isimi qoplab ketadi. Shundoq necha million tamakining isimi mush bir uyga patadi. Bu deganlik desa sen
bir kunlik ishni bir yilda qila olaysan. So'zab, aql so'zab bir yilda bir kunlik ishni qildi. Hatta bir kunda bir yillik ishni qila olaysan. Shunga vaqt har zaman yetadi. Biroq sen hayotingdagi har bir sekund, har bir minutga hozirdan boshlab yuksak ahamiyat bersan, qadrlasan, mayli sen qanchash bo'lib ketishingdan qat'iy nazar, hamon bundan natija chiqadi. Nurg'un odamlar hayotidagi ba'zi vaqtlar sal qaraydi. Kunlar uzun tuyuladi, ammo yillar qisqa. Bir kun uzun tuyulgan bilan yillar qisqa. Napolyon Bonapart eng oxirgi jangda, yengilgan jangda mundaq bir voqea bo'lgan. 1815-yili iyun 16, ya'ni iyun deganimiz hamda 6-oyning 16-kuni bu bir qarshi taraf bilan jang qildi. 3 kunlik jang bu. Futuriydi buni. Buni yengen general Wellington bundaq bir gap qildi. Asli bu urushning asosiyatini tang bo'ldi desak mi bo'ladi. Ammo Napoleonni tutdi desak 3 soat tutdi dedi. 3 soatda. Nimishqa deganda Napoleon qarshi taraf hujum qilayotgan vaqtda tuğsiz ma'lum bir sabab tufayli jangni 3 soat kechiktirmoqchi bo'ldi. Napoleon 3 soat kechiktirayotgan mush mezgilda dal amiriyat qarshi taraf oldirini olsiznib qo'ygan. Bu 3 soat shu deganda darhol Prussiyan armiyasi, ya'ni shundan qarshi armiyasining yordamchi askarlari bu 3 soat yetib keldi, Napoleonni mag'lub qildi degan. Demak, butkul Fransiya imperiyasi mana shu 3 kun bilan mag'lub bo'ldi degan. Shu men nurg'un yoshlar degan nimasi, bugundan sen boshlashing kerak deyman. Chunki bugun sen bundan keyingi eng yosh vaqting, eng kichik vaqting bugun. Bundan keyin sen bugun qaragan kichik bo'la olmaysan degan. Amma sizlarga 3 narsani so'zlayman. Birinchisi, muvaffaq qazanish uchun 3 narsa. Passion. Qizg'inlik. Qizg'inlik. Qizg'inlik degan xatning latincha yana bir yozish bor, enthusiasm deb. Bu yerdagi th nimani ko'rsatdi desa, ularning iloh deganini tushundirdi. En degan odatda lashtirish, masalan, mashinlashtirish degandek. Bular qizg'inlik nima deb tushundirdi? Sen ma'lum narsaga butun vujuding bilan qizg'inlik kirgan vaqtda sening yordamching iloh deb tushundirdi. Demak, bir odam qattiq qizg'in bo'lgan vaqtda uning yordamchisi osmon degan. Ayndaq bir kuch uning yordam berdi degan. Qizg'inlik. Ikkinchisi hard work. Qattiq mushaqqatli tirish. Tirishishning o'zi jafo emas. Tirish degan bir huzur hisoblanadi. Men o'ylab aytganda, mening tirishishim mening odatimga aylanib ketgan. Nurg'un odam tirishsa hayron qolgan bilan, men bir kun tirishmay qolsam, shundoq beoram bo'laman. Xuddi kunda tishini cho'tqiladigan odam, tishini bir kun cho'tqilmas beoram bo'lgandek. Ba'zidan tishini cho'tqilmaydigan odam, tishini cho'tqilsa beoram bo'lgandek. Odatga aylanib qolgan narsalarda uning sirtida yashash beoramchilik paydo qildi. Men o'ylab aytganda tirishish odatga aylanib qolgan. Bu to'g'risida Cristiano Ronaldo, futbol cho'lpini. Endi degansa vartaq top urish men uchun alohida emas, mening odatimga aylanib qolgan. Uning uchun top uranmaslik uni beoram qildi degan. Shuni tirishish har bir odamning odatiga aylanishi kerak. Odat 21 kundan 40 kungacha davomli yetilib bo'ladi. Biz buni keyingi darslarda ham so'zlaymiz. Demak, har qanday bir odam ma'lum bir kasbda bir kasbiy holatga, ya'ni eng yuqori holatga jo'nja deb qo'yamiz. Har qanday bir kasbda jo'nja holatga yetish uchun yoki bo'lmasa kasbiy holat mutaxassis holatga yetish uchun 7000 soatdan 9400 soatgacha qaratmalık va mashq qilish kerak deb qaraldi.
qaratmılıqı va məşq. Qaratmılıqı va məşq degan nimasi bir kun qilib qo'yib, aytunda emas. Ma'lum qoidalik holda 7000 soatdan 9400 soatgacha mayli til o'rganish bo'lsin, mayli fan o'rganish bo'lsin, mayli mo'zdozlik bo'lsin, yoki ressomlik bo'lsin, yoki yog'ochchilik bo'lsin, qaratmılıqı va məşqning soni soatning soni 7000 soatdan 9400 soat. Mendek sal aqli qobiliyati tu'rlar 9400, ba'zi aqlli odamlar 7000 soat. Mana 7000 soatdan 9400 soatgacha tirishgan vaqtda ondan bir odamda ma'lum narsaning kesibning eng yuqori oltiga bor. Albatta buningda yuqorlay oladi. 7000 soatdan 9400 soatgacha. Bu nimani ko'rsatadi desa, ba'zilar masalan miqqa hech qachon mixni hech qachon yog'och urib boqmagan odam mixni doim ta'ti urib oladi. Ammo urivergan sari harakat nimish qildi desa, bir xil yo'linish holatga bordi. Ba'zida yog'ochchilarning, ya'ni ustamlarning bir uribla mixni kirgizib etganini ko'ramiz. Garchi oddiy harakat bo'lsin, buningga nurg'un mashq ketdi. 7000 soatdan 9400 soatgacha. Shuni yoshlar deyg'im nima deganda, chuqum odam odoqqa tirish kerak. Tirishish inson bilgan bir vazifa. Toki o'lgicha. Sizlar chuqum oxiri tirishinglar, sizning qabri teshinglar, sizlarga berilgan diplomi bo'lsin. Hard work. Uchinchi patience. Sabr, toqat. Nurg'un odamlar o'zining amgakining, o'zining ishlarining tezlik natija chiqarishini umid qiladi. Ammo natija chiqadi. Ammo siz o'ylagan vaqtda chiqmaydi, o'ylagan usulda chiqmaydi, ammo chiqadi. Bir dehqon etizga bug'doyni terib, uning qo'sqa ichib ketib, tezroq bir bug'doy chiqsa bo'ldi deb umid qilganga bug'doy tez chiqqanmaydi. Bug'doyning o'sadigan o'zining bir qonuniyati bor. Bu dehqonning qo'sqining ichish, ochmaslik bilan hech qanday munosabat bo'lmaydi. U hargizmi kunda o'sganmidi deb uning ishiga kirib olsa, eng oxirida bu o'sadigan bug'doymi o'smay qoldi degan. Sabr, toqat. Adoq sabr, toqat. Natija chiqish sabr, toqat. Ishonda bo'lsin, suv 211 gradusda texnik issiq suv hisoblandi. Ammo 212 gradus kirganda qaynaydi. Bu yerdagi masala 1 gradusda. Nurg'un odam eng oxir natija chiqqan vaqtda bel qo'yadi. Chunki eng oxir natija chiqqan vaqtda siz eng mushaqqatli holatga kelsiz. Shuni siz eng chidaydigan vaqtda voz kechasiz. Siz o'zingizga eng muhtoj vaqtlarda voz kechasiz. Ishonda bo'lsin 211 gradusda tex suv issiq. Ammo 212 gradus suv qaynaydi. Shuna nishon tiklaymiz. Siz nishon qarab yugurgan vaqtda nishonni sizga qarab nechasi tez yuguradi. Hamon bir kuni siz o'zingizning natijasining po'raklab gul ochilganini ko'rsiz. Bu guldan huzurlansiz, ammo unutib qolsangiz bo'lmaydi. Siz huzurlanayotgan gul dal patqoqda o'sadi. Tuproqda o'sadi. O'sha patqoqlarda o'sib chiqqan guldan hamon bir kun huzurlansiz. Demak, nishoni va g'oyasi va orzusi va odam uchun mushaqqat degan narsa mavjud emas. Chunki u har bir qatam mag'lub bo'lsa-mi, yiqilsa-mi, yiqilishdimi huzurlandi. Chunki yiqilishmi bir huzurlik. Shunga eng oxirida